Bugun biza bilan yana bitta juda ham chiroyli raqs guruhi Maftunum raqs ansambli. Uni asoschisi Maftuna degan singlimiz bo'ladi. Maftunum raqs ansambliga katta omad tilab qolamiz. Sizlar bilan bitta ajoyib mantiqiy savollar o'ylab topganmiz. Bizning narsamiz bo'lgan bilan boshqa birovlar foydalanadi. Nima u? Ism. Qayergan sari qisqaradigan narsalar bu nima? Umr. Qizlaringiz yaxshi o'ylab topishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Behruz, qara, mantiqiy savol bor senga. Uzargan sari qisqaradi. Nima? Yoshmi? Yosh. Yil. Yosh. Umr. Eloraga qarang, sizga mantiqiy savol bor. Uzun bo'lgan sari qisqaradi. Nima? Bo'lgan sari qisqaradi. Hayronman. Endi buni topa olmadingiz, mayli, lekin bizning narsamiz boshqa birovlar foydalanadi. Nima bu? Kommentariyada kirsangiz yozib qo'yishgan bo'ladi, o'sha yerdan ko'ra olasiz. Charchamayman. Shouning yana bir a'zosi Umidjon degan yigitimiz mantiqiy savollar bilan keldi. Umid oldinga uzun bo'lgan sari qisqaradi. What? Uzun bo'lgan sari qisqaradi? A few moments later. Yo'lmi? Yo'l ekan. Uzun bo'lgan sari qisqaradi. Harom qiliqlaring bolasini bor narada o'ynaydi. Iflos. G'alati savol. Chuvalchang. Chuvalchang. Zafar akamdan chuvalchang degan javob qabul qildik. Shouda yondiradigan yigitimiz Musayev degan mantiqiy savollar bilan keldi. Uzargan sari qisqaradi. Nima u? Umr. Umr. Desktopda yana bitta savolimiz bor senga. Bizning narsamiz bo'lgani bilan boshqalar foydalanadi. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Bizning narsamiz lekin boshqalar foydalanadi. Ashula. Assalomu alaykum. Beparasat. Parasat. Bizning narsamiz lekin boshqalar foydalanadi. Ashulalar. Insonni fatulaga arganda bugun xizmatda fatulaga charchamayapsizmi? Yana bir boshinglarni achitib, mantiqiy savollar bilan izlangani keldim. Qani yoki bitta mantiqiy savol bor sizga. Uzun bo'lgan Falokat bola chiqdi insonga. Oshim bir qadaming umuman yo'qman, to'g'ri. uzun bo'lgan sari qisqaradi. Nima bu? Uzun bo'lgan sari qisqaradi. Umr. Nima? Endi qarang. Bizning narsamiz lekin boshqalar foydalanadi. Keyinroq javob bersam foyda buyurib. Faqat boshqalardan so'ramaslik shart. Yo'q, so'ramayman. Kommentariyadan kirib olib qolasiz. O'sha yana bir mantiqiy savollar bilan izlanishga harakat qilamiz. Mantiqiy savollar bizniki lekin boshqa birovlar foydalanadi. Bu nima bu? To'g'risini aytsam bilmadim lekin. Mantiqiy savollar sizlarni asosan ko'p qiynamaymiz.